Barchaga assalomu alaykum. Muzaffar Xorozlar kanalining obunachilari, aka-ukalar, do'stlar. Kirgandan bitta like bosamiz, do'stlarga podpis qilamiz. Aka-ukalar, tuxum so'rayotgan ko'pchilik tuxum so'radi mendan. Inshaalloh tuxumga kirib boshladi tovuqlar. Kimda kim tuxum zakaz bermoqchi bo'lganlar aloqa chiqarasizlar, ekrandagi nomerlarni qo'yib o'taman. Inshaalloh mana tuxumga kirib boshladi tovuqlarimiz. Ben şu xorozdan yine bana ko'rkarisdan 3 ta tovuq, bitta xoroz yig'ib beramiz obunachilar. Ben shundan desanglar bundan, shalpangdan desanglar shalpangdan inshaalloh obunachilar. Mana aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Nomerlarni qo'yib o'tamiz. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Mana xo'roz. Mana shu xo'rozdan obunachilar, mana. Xo'roz kariz 4,5 kilo. Tuxumlarga zakaz olamiz obunachilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Tovuqlar tuxumda inshaalloh. Obunachilar, zotlari nima degan insonlarga aytib o'tamiz. Tovuqlarning zoti kariz, Xitoyga kariz surilgan obunachilar. Xo'rozning zoti karizga kariz obunachilar. Tovuq bilan xo'rozlarning zoti bir emas, boshqa obunachilar. Inshaalloh zotlar uyaltirib qo'ymaydi. Inshaalloh zo'r mahkam zotlar. Buni ikkita qora tovuqni sotuvga qo'ydik. Tuxumlarni sotamiz inshaalloh. Uyaltirmaydi. Bemalol zakaz beraverasizlar obunachilar tuxumda inshaalloh. Mana tuxumlarning narxi qancha deyotgan ko'pchilik so'raydi kommentariyada. Tuxumlarning narxi 100 ming so'mdan obunachilar. 100 ming so'mdan tuxumlarning narxi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Musofirda yurgan insonlar ko'pchilik yozdi menga. Mana bemalol tuxumlarga zakaz olaveramiz obunachilar.